153-savol tahliliga o'tamiz. Natriy gidroksidi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Natriy gidroksidi qo'shilgan sulfat kislota o'zi kislotalar bilan asoslar reaksiyaga kirishganda tuz va suv hosil bo'ladi. Bu neytrallanish reaksiyasi deyiladi. Endi natriy gidroksidi bilan sulfat kislota reaksiyasini bunday tushunsak bo'ladi. To'la neytrallanish degani natriy sulfat kislota tarkibidagi vodorodning joyini to'liq egallashi kerak. Mana yerda natriy 2SO4 qo'shilgan vodorod tepgan suv. Bir qo'ysak natriy o'ng tomonda 2 ta 2 1 chap tomonda vodorodlar soni natriy gidroksidida 2 ta, sulfat kislotada 2 ta, chap tomonda jam vodorod 4 ta, demak suvni oldiga 2 qo'ysak 2 kere 2 4 bo'lib reaksiya teng bo'ladi. Shunda D variant olamiz. 154-savol tahlili. 154 natriy gidroksidi qo'shilgan o'rta fosfat kislota. Natijada natriy fosfat hosil bo'ladi. Natriy PO4 qo'shilgan suv. Natriy bir valentli o'rta fosfat kislota qoldig'i 3 qo'yib olsak, 1 o'ng tomonda natriy 3 tami, chap tomonda natriy gidroksidiga 3 qo'yishimiz kerak. Bu yerga 1. Vodorodlar soni chap tomonda natriy gidroksidi tarkibida jami 3 ta, o'rta fosfat kislota tarkibida 3 ta, 6 ta bo'lyapti. Demak, suvni oldiga 3 qo'yib olamiz, reaksiya teng bo'ladi. Bizga jami koeffitsiyentlar yig'indisi so'ralgan. Chap tomon 4, o'ng tomon 4, yig'indisi 8 bo'ladi. C variant olamiz. Endi 155-savol tahlili. 155. Natriy gidroksidi qo'shilgan sulfit kislota. Natriy S qo'shilgan suv. Sulfit kislota qoldig'i 2, natriy 1, teskari tashlab qo'yamiz. Shunda o'ng tomonda natriy 2 tami, chap tomonda 2 ta bo'lishi kerak. Shunda reaksiya teng bo'ladi. Chap tomondagi vodorodlar soni 4 ta, demak suvni oldiga 2 qo'yib olsak reaksiya teng. Endi koeffitsiyentlar yig'indisi so'ralgan. Chap tomon 3, o'ng tomon 3, yig'indisi 6 bo'ladi. Endi 156-savolga o'tamiz. 156 natriy gidroksidi xlorat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Natijada natriy chlor O3 qo'shilgan suv. Kislota qoldig'i 1, natriy ham 1. Hech qanaqa indeks qo'yilmasa, reaksiya 1 ga 1 bo'ladi. Chap tomondagi umumiy vodorodlar natriy gidroksidida bitta, xlorat kislotada bitta, 2 tami, yig'indisi o'ng tomonda 2 ta bo'lishi uchun suvni oldiga 1 qo'yib olyapmiz. Endi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. 4 bo'ladi. C variant olamiz. 157-savol ham xuddi shu savolni o'zi. Natriy gidroksidi perxlorat kislota. Natijada natriy perxlorat hosil bo'ladi suv. Reaksiya 1 ga 1. Agar yig'indisi so'ralsa 4 degan javob olamiz. C variant. 158-savol. Natriy gidroksidi karbonat kislota. Natijada natriy KO3 qo'shilgan suv. Karbonat kislota qoldig'i 2, natriyimiz 1, teskari tashlasak 2 bo'ladi. Demak, chap tomonda natriy gidroksidi oldiga 2 qo'yib olishimiz kerak. Bu yerga 1. Vodorodlar soni chap tomonda jami 4 ta bo'ladi. Natriy gidroksidi 2 ta, kislotada 2 ta, 4. Suvni oldiga 2 qo'ysak reaksiya teng bo'ladi. Koeffitsiyentlar yig'indisi so'ralsa 6 ni olamiz, 3 dan. Agar bizga to'la neytrallanmasin deb aytsa, to'la neytrallansin demasa-da, misol uchun o'shani ko'rib chiqaylik. Agar natriy gidroksidi bilan karbonat kislota to'liq neytrallanish reaksiyasiga kirishmasa, demak natriyimiz karbonat kislota tarkibidagi vodorodni to'liq egallay olmasligi kerak. Natriy gidrokarbonat qo'shilgan. Endi bunda tenglash 1 ga 1 ketadi. 1